onangni eshak quvsin, onalaringni eshak quvsin deydi-yu. Kimni so'kyapman? Topinglarchi, topinglar. Mana qorinni. Soat 1. Och qoldim. Bo'yangan makiyajim bilan makiyaj ochligimni hissiyotini bilyapsizlarmi? Hali dening, shuni ochsanglar, ichi to'la, lekin hech narsa ko'zingizga ko'rinmaydimi? O'sha narsa. Mana zakaz qil deyapti. Mana zakaz qilaman. Biz pulimiz yo'q, kam ta'minlanganmiz. Nima yeyman? Nima yey? Roldan yemayman. Doktor aytdi. Chiroyliman, bilaman o'zim. Basharani yuvib uxlash kerak. Nima yeyman? Nima? Kalbasa boy yedim. Okey. Kalbasa yemang dedi doktor. Chamchi va bodring yeyman. Ochsang xolodilnikda hamma narsa bo'lsa halga. Topolmayman degan narsa ham bo'lsa. Hech narsa yemay uxlasang, chunki hamma narsa bo'lsa, hech narsa yegim kelmaydi. Bodring ham so'lib qoldi. Uxlab qolish kerak-da. Qorin ochmaydi. Hozir erim turib, yana ovqat yeyapsanmi dedi. Kecha qasam ichuvding, qasamyod qabul qiluvding, kecha ovqat yemayman deb dedi. Keyin bodringimni ko'rsatib, bodring yeyapman xolos deyman. Yana qorin ochadi bilan. Men ta'mi bo'lsa o'lsin ega. 0,5 gram ta'mi bo'lsa ham mayli. O'zbekistonga borib shunaqa bodring yeyman dedim. O'zbekiston bodringi bar boshqacha-yu. Bodring ham cholligiday bo'lib ketdi bilar. Mo'yga ham cholligida. Kichkina yangi bodring chiqadi. O'shandan bo'ladi. Mana bar O'zbekistonniki yedik. Lantirayvermay turing. Yaqinda boraman. Meni kutinglar. Xirmil xo'ja uxlayapti qada. Achoyga. Tez ko'zimni yumib, doktor bergan uyqu dorim ham tugadi o'chashib. Meni borib olib kelaymikin? Pashanani ko'ryapsizlar, pashonani. Uguriyona bo'lib ketdi. Doktor roltiningizni kechasi bilan yeyavermang. O'shanga toshgan dodi, o'shanga nafsimni deb bodring yeyman.